Oldinlari ko'p ulitkachilar ulitkalarni tuxumini ochtirishni o'rgatishni xohlamasdan ignor qilishardi. Hozir zo'r yo'lga o'tishibdi. O'rgatishyapti, faqat umuman xato yo'l bilan. Aynan ular o'rgatgan yo'l bilan tuxumlaringlarni ochtirmoqchi bo'lsanglar, 100% garantiya beraman. Hech qachon tuxuminglar ochib chiqmaydi. Aynan shunaqa ulitkachi ustidan menga 2 marta shalba tushdi. Assalomu alaykum, rahmat kattakon. Ulitka olgandim bir qizdan, tuxumni ochirish yo'lini rasmini o'rgatib yuboring dedim. Yoqtirmadi. Keyin qayta yozsam, javobim yozmadilar. Xullas ochirmoqchi bo'lganimda umuman xohlamadilar. Rahmat kattakon. Xullas shunaqa gaplar. Men bugun sizlarga ulitkalarning tuxumini qanaqa qilib to'g'ri ochittirishi kerakligini o'rgataman. Bizga aynan shunaqa qattiq idish kerak bo'ladi. Tagiga spray idishda suv sepib olamiz. 2-3 sm qalinlikda to'r solamiz. Faqat preslamasdan. Undan keyin yana suv sepib, tuxumlarni yarmini joylashtiramiz. Ustidan biroz suv sepib, yana to'r solamiz. Yana suv sepamiz, yana qolgan tuxumlarni joylashtiramiz. Ustidan to'r solib, suv sepib qo'yamiz va har kuni 2 marta suv sepib turishimiz kerak. Agar ketma-ketlikda adashib ketgan bo'lsangiz, tayyor o'zim yaratgan rasm bor. Rasmda ancha tushunarli. Faqat bitta narsa, bu usul bilan ko'p obunachilarim tuxumlarini ochtirganmiz. Deyarli 50% ulitkalarni birinchi tuxumlari ochib chiqishi juda qiyin bo'ladi yoki ochib chiqmaydi. Lekin ikkinchi tuxumlarini 95% ochib chiqadi. Faqat bitta iltimos, aynan qaysi ulitkachi ekanligini so'rab o'tirmanglar. Ba'v etamayman. Rahmat, men tushunganingiz uchun. Bir xil ana shu vaqtda ulitka o'shandan so'rasam va baqib tashuvdilar-da. Yo'q, bunga chatg'amaymiz. Bu boshqa mavzu. Obuna bo'lib qo'ysanglar, bu haqida ham reels chiqaramiz.